Hammaga salom, qadrli foydalanuvchilar. Demak, bugungi 4 ta analizimni xulosalarini sizlar bilan berib o'taman. Demak, Euro USD, AUD NZD, AUD USD va GBP GPI haqida. Telegramda berilgan xulosalarimizni ham ko'rib borayotgan bo'lsangiz, albatta yaxshi analizlar berilyapti iloji boricha. Mana bu yerda oxirgi analizimizga narx pastga tushgan payti o'tgan hafta berilgan edi. Bu hafta shanba, seshanba kunlari yaxshi bu yerda 100-200 pips punktda savdoni foydaga yopib oldik. Bezubitkaga yopildi. Chunki tilla hozir tolka hech narsaga qaramasdan pastga qarab harakatlanyapti. Qulayapti aytaverlar. Qancha qulash bo'ldi. Haftalikda olsangiz уже mana bu yerdagi vikni to'liq qoplashga harakat qilyapti. Meni 4101. Bu yerda meni buy zonalarim 4101. 4101 zonalarga 4100 zonalarga kelganda bir ozgina 100-200 pips ishlash maqsad bor do'stlar. Keyin ketib уже mana bu zonalar. Mana shu o'rtadagi zonalar hisoblanadi. Demak, Euro USD bo'yicha analizimni aytib o'tsam, kunlik 4 soatlikka o'tkazamiz. Mana bu zona bor, kerakli zona. Уже mana e'tibor beringlar. Mana bu yerda yorib o'tdi. Trend chizig'ini уже pastga qarab harakatlandi va bu yerda yana akkumulyatsiya qildi, ya'ni kuch yig'dida. Bu yerdagi trend chizig'ini yorib o'tdi va yana pastga ketdi. Ya'ni bu yerda hozir ozgina kuch yig'yapti do'stlar. Iloji bo'lsa mana bu zonalarga kelsa 4 soatlikda mana shu zonalarda qaytib 0.5 zona mana bu Fibonacci'ni 0.18 gacha borishi mumkin uzoq bo'lsa. Mana shu zonadan selga harakat qilib ko'ramiz va kerakli olish zonalari bor, likvidnessni. Pastda mana bu zona bor. 1.14 va 1.11 narxlarni olishga harakat qiladi. Va mana shu zonalardan men selga harakat qilib ko'raman do'stlar. Pips qancha bu yerda past 115 punktda savdo foyda olishimiz mumkin bo'lar ekan. AUD NZDda уже kirilgan do'stlar. Bu yerda ham bunda ham e'tibor beringlar. Mana bu yerdagi trend chizig'i bor, yorib o'tgan va pastga quladi do'stlar. Bu yerda akkumulyatsiya qildi va narx pastga qarab harakatlanyapti. Buni mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. AUD NZD mana 4 soatlikda take profitlari, stop losslari уже bezubitga qo'yilgan va kuzatyapmiz. $171 foydada yopishimiz kerak. Keyingi analiz AUD USDda demak hali bunga kerak kelgani yo'q, chunki limitimizni olgani yo'q do'stlar. Limitni mana bu zonaga kelsa bugun yangilik bor. E'tibor beringlar. Investing Pro saytiga kirsalaringiz, yangiliklarni kuzatib borsangiz va 3 talik yulduzchalar kuchli yangilik bor degani 17:30 da 5:30 da 18:45 va 19:30larda yangilik bor ekan do'stlar. Bu ana shu yangilik paytida yaxshigina yurib berishga harakat qiladi AUD USDda. Kirish zonasini bersa, albatta AUD USDda o'sha zonalardan sell limit qilib albatta bozorga kirishimiz mumkin. Keyin bundan keyingi analizimiz albatta GBP GPI chiroyli analiz qilindi. Xulosa endi bu yerda o'z bozorga kirilgan, e'tibor beringlar, GBP GPIda boya kirildi 0.1 bilan. Albatta stop losslar qo'yilgan. Stop losslar 100% holatda qo'yildi. Va agar narx tepaga bizga qarshi yurganda yana mana bu yerda kuchli zona bor. 215.236 larda bu yerda ham bitta 0.1 bilan kiraman va stop lossni mana shu yerga qo'yib qo'yaman do'stlar. Bugun yaxshi yurib berish kerak bu hafta, ko'rib kuzatamiz. Agar bu haftadan qolsa, xuddi mana bu swap e'tibor beringlar, mana bu AUD NZD degan nimada ushlab turibmiz hali ham 2 kundan beri va swap 2 kunga $1 dan oldi. $1 5 sentdan 6 sentdan olyapti. Buni ham albatta swap bo'lsa 2-3 kun kutamiz. Va albatta bu hafta yaxshi bersa $400-500 foydani olib chiqib ketishga harakat qilamiz. Yaxshi bozor bersa albatta. Bugungi analizlar shular do'stlar. Kuzatamiz bozorga qarab. Yaxshi analizlar berib borilyapti. Telegramga ham akkauntimga ulanib qo'yinglar. Jahon trader deb yozsangiz kelib chiqadi. Bu yerda sizlarga manzillarda eng kerakli manzillarni qo'yib qo'yibman va bu yerdagi zakreplon soобщениyaga bossalaringiz do'stlar, yaxshi video darslarni qo'yganman. Ya'ni yangi foydalanuvchilar kirsa bemalol yaxshi video darslar bor. Ancha tushuncha, boshlang'ich tushunchalarni olish mumkin bemalol. Ishlash jarayoniga kerak. Eng ishonchli brokerlar ham
Men IC Markets brokerida ishlayman do'stlar. Mana IC Markets brokerida ustoz sifatida ishlayman. Yaxshi brokerlardan biri. Spreadlari juda joyida. Sizlarga tavsiya etaman do'stlar. Omad hammaga, savdolarga kuzatib boringlar. Instagram sahifamga obuna bo'ling.